Ya, Hormaydi. Assalomu alaykum. Qodirov? Jalolov? Ye, domla. Nega ishga kirib ketdinglar, bolalar? Endi o'qishda achitlikni qildirib yuborganingizdan keyin nega kirib ketamiz endi? Ha, endi men u ishni sizlarga yaxshi bo'lsin deb qiluvdim-da. Biz ham to'g'risini aytsak-chi, sizga yaxshi bo'lsin deb yuzdagi televizor, xolodilniklarni olib ketgani keldi. Ne? Tinchlikmi? Bu svetdan 2 oy, gazdan 3 oy, suvdan 5 oy to'lamagan ekansiz. Kecha to'lamoqchi edim. Prosta pulim ishxonada qolib ketibdi. Domla, mabodo ishxonangizni shu kallangiz qolib ketmabdimi? Ya, bolalar, kalla joyda. Ishxonada pul aniq turibdi. Domla, meni uyimda uchadigan samolyot bor, 2 ta. Malikada tank bor. Olib kelaylikmi xohlasangiz? Endi bolalar, bu narsa qilish iloji yo'qmi? Xo'sh, qanaqa iloji? 50 bersam ikkalovinglarga. Abek puliga. Cho'chchini yopib ketsanglar. Domla, 3 pulni ham aytmayapsiz-ku. O'zingiz eslab ko'ring-da, bizadan 3 ga nech pul so'ragan edingiz? Yo'q, bolalar, menda uncha pul yo'q. Ana unda bu yerdan sal turas, televizor qayerda? Qachon